Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun navbatdagi do'konimiz Qumtepa bozorida gilam qatoriga kelganlaringda eng oxirdagi 439-do'kon. Bu tomondan kelsalaring, yayma tomondan kelasizlar. Bugun men sizlarga gilomlar narxlari bilan tanishtirib o'taman, qalinidan ham, yupqasidan ham. Bu tomonda ko'rib turgan eng birinchidagi gilomlaring o'lchami 3,5 ga 4 metr bo'ladi. Samarqand Sakzavodida ishlab chiqarilgan, qalinligi 1,2-1,3 bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2,300,000 so'm. Undan keyingisiga o'tadigan bo'lsak, Otsvetdagisining narxi o'lchami 3,5 ga 4 ekan, narxi 4,200,000 so'm. Undan keyingisi ikkita tomondan ikki xil ko'rinuvchi gilamimiz, unisini ham narxi 2,300,000 so'm. Undan keyingisi Tillosvet qo'shilgan gilamimiz 3,5 ga 4 ekan, uni ham o'lchami, unisining narxi 2,700,000 so'm. O'rtada ko'k guli bor gilamimiz, bunisini ham o'lchami 3,5 ga 4,5 metr bo'ladi, unisining narxi 2,500,000 so'm. Undan keyin ikkita 3,5 ga 5 o'lchamimiz bor, ularning narxi 2,200,000 so'mdan. Bu tomonga keladigan bo'lsak, bunisining narxi 2,800,000 so'm, 3,5 ga 6 metrlik bo'ladi. Metrajlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu eni 3,5 metr, 3 metrlik bo'ladi. Bu ham ikkita tomondan ikki xil to'g'lanuvchi metraj. Sarig'ini narxi pagonni metri 360,000 so'm, bu ko'k qo'shilgan narxi 300,000 so'm pagonni metri. Bu tomonda ham tayyor gilomlarimiz bor, 3,5 ga 5, 6. Bularda to'rosini ham narxi bir xil, kvadratini 150,000 so'mdan qilib beramiz. Bu tomonga keladigan bo'lsak, tafting paloslarimiz, bularni ham kvadratini hozir chegirmada 50,000 so'mdan olsalaring bo'ladi. Samarqand Sakzavodida ishlab chiqarilgan. Bu tomonda tayyor daroshkalarimiz bor. Eni 80 dan tortib, eni 2,5 metrgacha, o'sha taftinglar kvadrati 50,000 so'mdan bo'ladi. Qalinligi bu tomondagilarga kvadrati 175,000 so'mdan. Ba'zan sizlarga gilomlar ko'rsatib o'taman narxlari bilan. Video kuzatishda davom etinglar. Bu gilamimiz o'lchami 3,5 ga 4 metr bo'ladi, narxi 700,000 so'm. Kirchim Otsvet so'raganlar uchun bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Bunisini ham narxi 700,000 so'm. 3,5 ga 4 metr o'lchami. Bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi sal ochiqroq svet ekan. Temir qo'ysam ham bo'lar ekan. Sal kattaroq yoyib ko'rsataman. Pastida 700,000 so'mlik gilomimiz, bunisi ham 700,000 so'm. Bunisining uzuni 4,5 metr bo'lgani uchun 750,000 so'm. Bunisini ham narxi 750,000 so'm. Buni ham o'lchami eni 3,5 metr bo'ladi, uzuni 4,5 metr bo'ladi. Endi eng hadavoy ketayotgan 3,5 ga 5 o'lchamlarni ko'ramiz. 3,5 ga 5 o'lchamimiz, buni narxi 850,000 so'm. Bemalol bozorda solishtirib ko'rsalaring bo'ladi. Bunisini ham o'lchami 3,5 ga 5 metr bo'ladi. Buni ham narxi 850,000 so'm. Necha bor yana?
Bular 3,5 ga 5,5 metrlik bo'ladi. Bularning narxi 1 million so'm. Buni xullas 3,5 ga 6si ham, 6,5 ga ham, 7lari ham bor. Narxlari 3,5 ga 6siniki 1 million 100 ming so'm, 3,5 ga 6siniki, 6,5niki 1 million 200 ming, 3,5 ga 7siniki 1 million 250 ming so'm. Sizlarga yana endi 1 metrlik daroshkalarimiz bor. Bularni makonli metrini 40 ming so'mdan qilib beramiz. Chunki bu yondan chiqqan daroshkalar bizga. Bunaqa komplektlilardan olsalaring, bularning kvadrati 50 ming so'mdan tushadi. Kesalaring Qumtepa bozoriga, xohlasalang Farg'onada joyimizga aytgan o'lchamlaringni kesib, tikib, chekkalarini cho'tka qilib ishingizni bitkazib beramiz. Bulosh tafting palosimiz, bunisini seriyasini eni 80 dan eni 4 metrligachasi bo'ladi. Kvadrati 50 mingdan tushsa, misol uchun sizni uyingiz eni 4 metrli bo'ladigan bo'lsa, vagonli metri 200 ming so'mdan tushadi. Agar 3,5 metrli oladigan bo'lsangiz, 175 ming so'mdan tushadi. 3ligi 150 ming so'mdan tushadi. 2,5ligi 125 ming so'mdan tushadi. 2ligi o'sha 100 ming. 1,5 metrligidan olsangiz 75 ming so'mdan tushadi metri sizga. 1,20ligidan olsangiz 60 ming so'mdan tushadi. 1ligi 50 ming so'mdan tushadi. 80 santimetrligidan olsangiz 40 ming so'mdan tushadi metri. Xullas bozorda любой joyda aynalib kelaverasizlar. Yana yangiliklar olib chiqib beramiz. Bu hozir yukimiz kamaygan ancha. Yangiliklar kelsa yana sразу videosini qo'yaman. Bular 3 metrli metrajlarimiz, vagonli metri 150 ming so'mdan boshlab 600 ming so'mgacha bor. O'zlaringga yoqqanini tanlab olaverasizlar.